Xush kelibsizlar chiroyli qizlar. Bugun yana to'y turmushi, kelgusi orzuyinglar haqida paranglashadigan yaxshi kun bo'lg'usi. Qani, biz birinchi qatim sahnaga chiqadigan yigit bilan ekran orqali tanishib baqaylik. Mening ismim Dilyar. Bu yil 23 kirdim. Uyim Urumchida. Hamda bu yerga kelishimdagi maqsad hamda o'zim bir sinab boqay deb kelishim. Qani, Dilyar, marhamat. Yaxshimsizlar Mayrada? Yaxshimsiz. Yaxshimsiz Alika? Yaxshimsiz Fatigilada? Yaxshimsiz güzel sahip Cemal qizlar? His qilishim shundoq og'zingiz tatliq ekan, sahib Cemal qizlar deb shikardek gap qila oldingiz. Ammo shundoq holatda nima uchun muhabbatlashishga vaqt chiqaramadingiz va yoki o'zingizga muvofiq nomzod topolmay qoldingiz? Endi uydagilarning tarbiyasi tufayli bo'ldi. Undan keyin odatda uydagilar bakrak tarbiya qilib, hozir balam sen bak kichik, hozir shu o'qishini, kelgusini yaxshi ching tut. Hozir bular muhim emas, keyin o'ylasam bo'ladi, cho'ngroq qolgan ekan dedi, endi shuni ma'qul dedim. Oliy maktabdimi, demak, ota-onasining gapini anglab, muhabbatlashishga nisbatan bak aldirmagan bir yigit sahnamizga chiqibdi. Qizlar, sizlar qanday qardinglar? Ota-onasining gapini anglab, bo'pti, men pul topgandan keyin qiz do'st topay deb mana hozirga kelibdi. Nisb bo'lib, elde sahnasiga qadam yetibdi. Yaxshimsiz Dilyar? Yaxshimsiz? Menchimi ota-onasining gapini anglab, hamda oliy maktabda muhabbatlashmay yaxshiroq o'qish bitagini herhalde to'g'ri deb qaradim. Bo'lsa hamda oliy maktab hayotidami o'qish bilan tang hamda u xil hissiyotnimi his qilib baqsam bo'lamdikin deb qarayman, bu shaxsiy qarashim. Nima desa, u naq bizning o'sib ketayotgan vaqtimiz bo'lgandikin, u taraflardami tang hamda sinab baqqan yaxshiroq deb qarayman. Qolgan qizlarchi? Men o'yladim, endi oliy maktabda o'qiyotgan chog'larim ham bir o'quvchi bo'lgandan keyin hali bir adablik bor ekan deb o'ylab qoldim. Zulxumar bugun tuyuqsizda shundoq? Ayidingiz Dilyarni, odatda Zulxumar o'g'illarga men Sayib Jamal deb yaxshi chaqirishni emas, meni quzam deb chaqirishni yaxshi ko'raman deyalaydi. Sizga qarab sizin sal ayidi-ya? Ayidim. Men bu endi to'g'ri qaradim. O chaqda o'qiyotgandan keyin oliy maktabda o'qigandan keyin hammamiz bilamiz, pulni ayab xarjlaymiz emasmi? O chaqda aralashib olsa degandek, uyda degandek boqolmaydi, pul berolmaydi. Shunga endi oliy maktabda o'qib muhabbatlashish bir qizni beqishdan derak beramdi qizlar sizlarcha. Dilyar, sizningcha oliy maktabda agar muhabbatlashib qolsak, cho'qim shu qizni beqish kerak degan ideya sizda bormi? Shundoq. Endi masalan, endi hamma odam o'zining atrofidagi qarab endi baho berdi. Masalan, mening uyimni ilib yetsam, endi dadam hisobda. Dadam bir uyni boqidi hisobda. Opamni yordam qiladi. Opam shu joyda ishlaydi emasmi? Lekin opamning u ozgina maoshiga tayinib olmaymiz. Endi dadam bekrak ko'p chiqirdi. Shuning hisobda egritim ishlar bo'lsa, masalan, asosliqin shu iqtisod jihatdan dadam bekrakni qiladi. Şuna men dadamdek bir erkek buluman, pulni jiqroq topaman, ayol kishini bek jafo tatqizmayman, shu saviyaga yetganda qiz do'st topaman deb o'ylabdi ekansizda. Hozir shu saviyaga yetdingizmi? Hozir u saviyaga yetib olmadim, lekin shu saviyaga yetadiganimga ishonaman. Ishonasiz? Hozir shu o'ylig'im endi men shu qizlarning nishondagi saviyaga yetdimmi deb shuni bilib boqaydim. Hozir sizningki masalan oylik iqtisodiy kirim ahvolingiz qandaqroq? Hozir yangi oliy maktabdan bitgachga hozirgi iqtisodim 4,5 mingdan chiqdi oylig'im. Xeyli yaxshi ekan, ukam. Lekin umi bek muqim emas-ku, masalan, kirim bo'lib qolsa, masalan, ko'xu deymiz, masalan, xaridorlar ko'p bo'lsa. Bunisi yo'q. O chiqyapni esa bachaqda bor, yo'qchaqda yo'q. Ali, bu yigit oliy maktabda o'qiganda muhabbatlashmaslik asosiy sababini boya angladingiz. Sizce o'g'illarning, masalan, ba'zi o'g'illar demak, Dilyarning mushu o'y bor ekan, ba'zi o'g'illardan bo'lishi mumkin. Biroq qiz bilan muhabbatlashib qolsam, uni beqishim kerak deb ortiqcha besim qilib olish to'g'rimi? Aslida to'g'ri emas hamda. Ammo aloq o'g'il bolalardan qiz bolaga nisbatan bir xil kuchli ko'rinishga tirishdi emasmi? Kuchli ko'rinish tirishgandan keyin ham bundoq
Tamoq yeb qolsa, u bo'shliqqa saliq pulni mundaq to'lab, bir xil o'zining hamda naytı aş qizvalni qo'g'dayoladigan kuchli altın obrazini shakllantirman demakchi shu vaqtda anadaki bu qizda u o'g'il bolaga nisbatan bir xil cho'nbay bo'lsa ash hissiyatni izlaydi hamda o'g'illar hamda oliy maktabda sharoit bo'lmagandan keyin to'xtab qolgan yeri shu ham bu bir charchash ortiqcha charchyapti shu o'g'illar ahmoq keladi o'zini charchidi u qizbolani tushunmaganlikdan bo'ldi Ahmet qizbolga undan narsa kerak emas ammo o'g'il bola qizbolga bunday narsa kerak deb qaraydi ham ishindi shu bo'yicha harakat qiladi hamma odam o'zi ishongan o'y fikr bo'yicha harakat qiladi-ku shunlardan charchash kelib chiqayotgan gap bildingizmi ortiqcha charchamayli inima ma'qul Ali akangiz bak to'g'ri dedi ortiqcha besim qilish go'yo qizlarning hammasi o'g'illarni cho'qim jiqpiltab meni boq deb o'ylaydi deb xiyol qilgandek tursiz hozir qizlar xili mustaqil bo'lib ketdi qizlarni o'z oldiga egilik tiklab pul tepib o'g'illarga haddidan ziyoda besim qilmaslikni o'zining yana majburiyat qatoriga kirgizyotidi masalan mush alp sahnasiga qarang mush qizlarninki xili ko'p qismi o'z oldiga egilik tiklaganlar o'zini xili yaxshi beqib ketayotganlar menimcha endi bularning ko'z qarashini anglab yiqish kerak qizlar agar sizlar oliy maktab vaqtida yurgan bo'lsanglar iqtisodiy yukni ko'proq o'g'illarga otamtinglar man hamda u jihatlarda chuqur o'g'il bola tayinlay olmayman kichigimdan o'zim tirishib bir ishlarni qilishqimikin muhabbatlashib boqqan jarayonda unda o'g'il bola tayinib boqmabdiman shu u ishlar mening ideyamda o'tmaydi deb o'ylayman masalan siz qilgan ilqi masalan bir qitim o'g'il bola bakrak ko'p chiqim tatgan bo'lsa ikkinchi qitim bo'ldi bu qitim siz turib turing man mehmon qilay yoki bo'lmasa bu chiqimni man qilay degan holatda manganmidingiz endi o'g'il bola masalan bir o'g'il bilan o'tirib masalan işte tomoq yeyish yoki boshqa ishlar bo'lsa bakrak o'g'il bola chiqim tatib ketgan bo'lsa man bek bearam bo'lib ketman chunki uning u mas'uliyati emas uning unda qilinish hojati yo'q deb o'ylayman shaxsan aldingizmi qag'alarniki manglab boqamsiz bo'ldi Namu endi bir o'g'il bolaga unda tayinib boqmagan shu endi tang topsaq tang harjlasak deb o'ylayman asosliqi men tayinib boqmagan endi shunda bo'lsa endi o'g'il bola bo'lgandan keyin tirishsa deb o'ylayman endi tirishsa desa bu o'g'il bolalar o'ziga bek ilib oldi lekin men o'ylayman qiz bola bilan o'g'il bola barobar deyman hozirgi bu jahonda barobar bo'lgandan tang tirishsak tang olg'a bossak deb o'ylayman faqat onlarni bir odamga tayinib olish xato deb o'ylayman bururoq anglasam-chi deyapsiz-a mundaq gaplarni hikmatli gaplarni ko'p angladim hikmatli gaplar bu amaliy gaplar amaliy hikmatli gaplar amaliy gaplar bu hozir deyilayotgan gaplarning hammasi maktab ichidagi muhabbatga qaratilgan emasmi shunday bo'lgandan keyin maktabdagi vaqtda o'zaro bir birini qo'llab bir birisi bilan amaliy shu ashta bir birisi bilan qilamdosh o'zinikin o'zi qilib bir birisiga tushunib boshlab qilgan yaxshi man jamiyatimizga chiqqandan keyin menimcha o'g'illar bekrak kuchish kerak deb o'ylayman rahmat man tasha yurib boqqan lekin man u yurish vaqtida mening muhabbatimni meni unda beqib boqqani yo men muhabbatimni beqib boqqanim esimda yo'q ikkalamiz o'zimizning chiqimini o'zimiz qilib andish bo'lmani yurgan kunimiz ya u bu kichik bayramlarda addiylik necha ko'ylik sovg'atlarni bir birini sovg'a qilatdik Bakka bizim bermaydim dana. Shunday bo'lgan ammamiz endi o'quvchiga u vaqtdagi muhabbat degan bek sop muhabbat qo'yil qarshi tarafninki bek jixnasini o'ylashib ketmaydi bek shunda oddiy bek unda jixnasi yo'q unda vaqtdagi muhabbatda demak qizlarning orasida haqiqiy cho'kib dilyardek qizlarning dunyosini his qilib boqmabdi yoki bo'lmasa jur'at qilmabdi men cho'qim pulim bo'lgan vaqtda qizlarga bexatarlik tuyg'usi bera olmayman yoki qizlarni xush qila olmayman deb o'ylagani uchun bak go'zal vaqtlarni o'tkazib yetib qolibdi hech qisi yo'q ilham ulgursiz endi 24 yoshda oliy maktabda muhabbatlashish men yaxshi ish deb o'ylayman muhabbatlashish bilan oliy maktabni bitirib bo'lgandan keyin nishon bor shu nishonni amalga oshirishga tezroq oshirishga harakatlanib kuch bo'ldi bu rahmat bunaqa mushu
ko'z qarashga nisbatan fikr yurgizishga Amanisa singlimni bekrak huquqliq. Amanisa singlim hozir o'qish bosqichida. Ma'lum sabablar bilan salomatlik yer bermay o'qishni vaqtliq to'xtatdi, yana davomlashtirish istagi bor ekan. Demak, oliy maktabda o'qishdan iborat go'zal mazgilni boshdan kechirayotgan qiz bu. Singlim, agar siz oliy maktab mazgilingizni yurib qolgan bo'lsangiz, ko'proq iqtisodiy yukni o'g'ilval ko'tarish kerak deb o'ylamsiz? Yo'q, unda o'ylamayman. Ikkimiz teng chiqarsak to'g'ri deb o'ylayman. Butunlay hamma iqtisod jihatdan o'g'illar juda kuchli deb o'ylamayman. Rahmat. Aldingizmi Dilyor? Qizlarga hozirgi vaqtda nima deganingiz va rahmat deganingiz bormi yoki ajab men tushunmay qolibman deb pushaymon qilyapsiz? Hozir o'ylaganim endi qizlar bilan uchrashish oz bo'lgandan keyin endi fikrlashib boqmagandan keyin hozirgi davrdagi qizlarning endi o'y fikrlarini o'qimay qolibdimi? Qizlarning bundan mustaqil bo'lib ketganini o'qimay qolibdimi? Endi xiyolimda endi o'g'il olgandan keyin endi bir uyning beshini bosh ko'taradigan deb uydagi cho'nglarni deydi, o'g'il bola bir o'g'il tug'ilsa bütün yer zamin xo'sh bo'ladi, bütün jon xo'sh bo'ladi deydigan, o'g'ilni ashta aziz deydigan, shu azizlikka kuchliq endi shu yukni ko'taradigan uchun. O'g'il bola rost xo'shallik olib keladi. O'g'il bola tug'ilsa yer zamin xo'sh bo'ldi degani, endi cho'nglarning o'g'il bola haqiqatanmi bakrak yukni o'z ustiga oladi degandimi derak beradi. Agar mush qarashda davomli ilgarilasangiz, menimcha siz texim yaxshi natijaga erishasiz. Endi qiz bola tug'ilsa, ba'zi qizlar o'zlariga ko'nglerim bo'lib kamsitib, o'choq besh qo'ling xo'sh bo'ladi deydigan deb kamsitilgan holatda tushunib oladi. O'choq besh qo'lingdimi hayot boshlandi. Mana shunday erkaklarni, elga yaragan erlarni tarbiyalaydigan o'choq beshi qo'lingda analarimiz qo'lni yuvitib nam beradigan dal shu. Analarimiz hayotni qaynatadigan makonmi dal shu. Shunga ba'zi narsalarni tushunishga bog'liq. O'zimizni zo'lab, o'zimizni to'van ko'rsatib, men tug'ilganda o'choq besh xo'sh bo'lib ekan, akam tug'ilganda jahon xo'sh bo'lib ekan emas. O'choq beshida hayot qaynaydi. Mushni bilsaklar, biz o'zimizning rolning bir oilada qanchalik yuksakligini bila olamiz. To'g'ri. Bugun ajab xush bo'ldim. Siz chiqib dunyoga qizlarga bo'lgan ko'z qarashingiz xil o'zgarish bo'lyapti inama. Demak, qizlar pul deb yashamaydi. Puli bor yigit deb dum tushmaydi. Tan ko'tarayli bu datni, hamdam bo'laman deydigini dal onalar qizlar. Qizlardan yana qanaqa savollaringiz bor? Men bugun ben xush bo'ldim, lekin endi bir savol kelsak, endi to'yqandan keyin shu uy ishlarini qanday bir taraf qilsizlar hisobda? Endi bo'lsa shu o'g'am bola tetikrak bo'lsa, yenimizni bir qo'llab tursa, lekin cho'qim qilsgan demaymiz. Shaxsan men cho'qim o'zimdan shu yo'ldashimdan cho'qim men yo'lga yordamlashib qilib pasgan demayman. Eng muhimi shu yar o'ylak bo'lib, yenim turib, qilayman xotun, itayman, qolsam deb pasa deyman. Shundan ma'lumot bir er kishining ayol kishini qo'llashi, muhabbati uning unda qishlar orqali belgilanmaydi. Eng muhim nimasi uning ayolga bo'lgan ichidan urg'ib chiqqan bir xil yaxshi ko'rishi shu belgilaydi. Qolgan erkaklar bir ish badigu hamda bu erkakning tamoq ichish etmasligi erkakning o'zining xohishiga bog'liq narsa. Yaxshi ko'rsa bir xil etkisiga ketadi, asli bo'ladi. Yaxshi ko'rmasa men ichishim kerak deb olgandagilla masala kelib chiqadi. Menimcha bir oilada tamoq ichish cho'ng masala emas. Hamda ayollar kichik vaqtidan boshlab, qizval vaqtidan boshlab kallasida o'tkazib o'tgan buni. Tamoq itaman deydigan bir narsa bo'lg'achqa, keyin cho'ng vaqtidami uy qurgandan keyin tamoq etsa ancha ig'ranmaydi. Endi o'g'an bolalar unda cho'ng bo'lmagandan keyin to'yqizamda tamoq itsan desa, uningga kun emas mumkin. Ammo ba'zi tamoq itishga omroq odamlar bor. Yaxshi ko'radigan. Meningmi shundoq nimam tutib qolsa, keyfim tutib qolsa itib qo'yim tamoqlarni. Ammo shu seyto'g'ash ig'i keldi. Samsaq aqlash masalan. To'g'ab bersa, qilaman. Bolarimni birsi samsaq aqlasam, shunda xo'shlar ketadi. Yonbasa piyoz qilmanga desam degan, ish qilib o'rsam degan shunda xo'shlar ketadi. Endi qilib xushal bir xo'sh bo'lganligim shu itima. Endi u tamoq o'xshaydi damlat aplab eymiz. Shunga buni bir alayda prinsipga ko'tarib olmanglar. Ko'tarib olmang. Ali bilan ko'z qarashimiz o'xshashgan fikm. Men mashta qarashda siz to'y qilib baxmagan-ku, Sulxumar. To'y qilib baxmagandan keyin endi to'ydan burun
ko'z qarshinglarda nurg'un narsalarni kino, televiziya bilan bog'lab olsanglar, sal ziyon tortib qolguchi bo'lib qolsizlar singlim. Bundaq bir er kishini meni qo'llar debla oshxonaga tamoq pishirishga majburlab qo'yish er kishini zo'rlab kuchlikdan ojiz o'ringa tushish deganlikchu. Er kishi aslidilla bo'z qo'polroq ishlarni, oilaning cho'ngroq g'amlarini ustiga as partuqonlarni chiroyli taqat tas erim puloni yaxshi ko'radi, erim lag'manni yaxshi ko'radi deb so'zib etishim bir hozirg'u. Akab bergan pulni xajlab qo'y, 30 yoshlar tugatdiga go'shakir bering deb etib berish degan hozir. Endi men ishlab pul topaman. Siz tamoq etingizsangiz bek javob tortadigan siz bo'lasiz jinim sing'illarim. Sizlar bo'lib qolsizlar. Bu endi insanlarning yashash taraqqiyot jarayonida biz bek uzun mezgil ovchilikda yashagan, ovchilikda. Bu ovchilik ayollar hargizmi chiqmaydi, qat'iy chiqmagan. Faqat nimasi erlar ovchilik chiqqan. Ham bir er asos jihatdan o o'zi ovlagan ovni ekilishga mas'ul bo'ldi. Endi ovni yana ekilib, yana tamoq etib, uningdimi ko'sh mag'dur bo'lgan narsa, energiya va. Shunga bo'yliq necha ming yillarda yashagan, dehqonchiliklar yashagan insonlarning uzun bo'lmadi, nayt qisqa bir vaqt bo'ldi. Bularmi ovchilikda yashagan vaqt nisbatan dehqonchilik qilib yashagan vaqti intayin az. Shunga bizning giyinimizda, bizning hujayrimizda erlarda yangi bir xil ovchilik xarakteri texicha o'chab qolgani yo'q. Shunga erlarning hamda ash uyda itilayotgan tamoqlarni, xurushlarini, go'shtlarni burunqidek ham o'qiyan ko'tarib olib, o'g'lab kelmasimi? Buni ko'tarib, chavshirib, og'ini o'xshash hamda shunga o'xshash ish. Ham ba'zi erlar ovchilikni qamlashtirib olmaydi hamda. Go'shtmechimi? Uyga bu ayol ham ovchilik qilyotdi. Tapıdağın ekilip seynim şu elevatıda, goşnum şu ekilip, öyden u yani yüz tamak etse, bu mu bir hem tamponluğunun eğir derece buzulğunu buludu. Şuna biz hemimiz, özümüzün rolunu özümüz cari kıldırsak, hemme iş cayık düşken buladı. Hem şuna bazı ayallarının kakşım urunsuz emez. O hem oğuçulap, hem bir yerde tamak etse, onun mu enerjisi horaydıgan nese. Şuna biz tamponluğunu saklasak en yaxşı. Şuna Dilyarifkam, dadingizdan sizga singdirgan tarbiyasi to'g'ri. O'g'avol o'g'andan keyin sen ko'proq kucha, sen ko'proq tirish degani to'g'ri. Endi vaqti kelganda, masalan, ko'nglingizdagidak bo'lmay qolganida, yiningizda bir hamdam bo'ladigan ayol kishining bo'lgani baxtingiz. Şuna biz tamponluqni buzib etmegen asas fikirlesek buldu ha Qozama? Şuna çokum tamak etsin demekçi emas. Hem erkisigen özün rolunu şu alimalım degandek jari qildırsa, kuyengen asasda demekçi hem çokum tamak etip hem de perut taqıga aldı neme şahsen fakat yoqturmayman. Yeni versiya hem de öy tutgan hesapda öy tutmagandımı hem de mesela uruşup qalsak, mesela bu uruşup qalgan işlarni qanday bir taraf qilishsizlar odatda? Toydan burun uruşup qalsak mı? Toydan burun uruşup qalsak hem de işkimiz kesişip alsak boldu, o kesişemay qap qalsak hem de. Mesela nimege uruşsizlar? Nimen uruşumuz ha? Bir nas ishkim bor diye, bir nas akab berang, ani qiling degan chog'da esimda yo'q aldirashchilik unutib qolsam, endi shuningga urishib qalsak, majra bo'lib qolsa-chi hozir. O kichikkan go kechirib o'tma bo'ldi, keyin qitim unutib qolmang deyman. Qizlar nochidaymi hozir? Rost yomon. Bundan kichik ishlar. Belki tecrübesinin yoxluğunda siz çok muhabbetlişin ha enim. Siz muhabbetlişmişsiniz bulmaptı. Küçük meselelerini hazır siz çok da oynayıp varsınız. Uğraşıp gelişim çok köngüllük sizge tek batnap gidiyor o telefonunuzda anmaydı o küllep. Siz qarak men dep berey ciddilişsiz. Hatta bekrek zerbe uçurgan Ali malımni izlep qalısınız. Malım bir ciddi sualım vardı. Meni 5 gün boldu taşınıp etkili. Men bek bir yaram depçu. Taşınış gerek. Çok muhabbetliş gerek ya. Taşlanış mı bir ihtiyaç? Doğru. Ama aş taşlanış seni çoğun kıldı. Yaşayıştan ibaret bu ceriyanda biz çok bedel tutuşumuz gerek. Kişiler tetimagan temlerini tetiganda, andın kişiler tetiyanmaydıgan temlerini tetiysen. Anında vazgeçsen, manında mı kurqalsan degan gap. İntayin bir xil adil. Derhal jürüp, derhal taşlan. Maqul. Buldu. Taşlanışmasan emasmi, avval tepish kerak. To'g'ri. Taşlanishning oldingi sharti cho'qim bir sizga ma'qul
deb muhabbatingizga aylanish kerak. Ananiki siz yaramaganda sizni tashlab o'tadi. Demak, buning uchun odam cho'ng bo'lish kerak, oldi qarab menish kerak. Sizlardan savol so'ranglar desam, to'ydan burun urushib qolsak qanday qilamiz deb shu vaqt kelganda deyishadigan narsa so'rayapsizlar bo'pti. Bu tajribasizlikdan. Men Fatigildamdan bir savol so'rab beray, ko'pchilik va qonun savotlariga bo'lgan tushunchamizni cho'nqirlashtiraylik shu fursatda. Fatigilada o'z ixtiyorligi bilan boshqalarga yordam berib, ziyon keltirib chiqasa, masalan bir odam to'vam javobgarligini o'z ustiga olamdi. Davlatimiz Ixtilof qonun dasturining 184-moddasida o'z ixtiyorligi bilan shu jiddiy qutqizish harakati qilganlar qutqizilg'ichiga ziyon keltirib chiqarsa, haqlab to'lam javobgarligini ustiga olmaydi deb belgilangan. Rahmat. Endi hammanglardan o'rtaq bir savol so'ray, endi sing'illarim. Dilyar, sizmi bor? Ma'qul. Mush yashab hozirga kelguncha sizlar eng havas qilgan va yoki huzurlangan muhabbatlar qanday muhabbatlar? Masalan, do'stinglar bo'lsin bo'ldi va yoki aka hadlaringlarning muhabbati bo'lsin bo'ldi. Masalan, uning eri qanday, xotini qanday muhabbat sizlarni eng ta'sirlantirgan, havas qildirgan? Men esam, o'zimning uyidagi dadam bilan opamning muhabbatiga eng havas qilaman. Dadam bilan opam ikkisi odatda ikkisini bek hurmatlashib o'tadi-ku. O'zaro. Uyning ishlarini bir-birisiga yukni bek ig'ir qilib etmay deb, bir-birisiga hisobda funpay qilib o'ziga otib olib, navbatlashib qiladi uy ishlarini. Hisobda ba'zida turib, masalan, dadamning janjinlari chiqib qolsa, chandırtmay narsani elib opam so'q qildi. Opamni chandırtmay, o'sha tug'an kundan burun kiyimlarni elib, bilan kiyimni shkafga tiqib, dadam ko'ra qolmasin deb hisobda shu yosh kelsa-mu romantiklikni tashlamaychi. Shu bek havas qilaman shu. Kelgusida shunday turmush qursam deb o'ylaydigansizda? Intayin. Adimsiz bu yerga. Intayin shu. Qozam. Men eng havas qilgan muhabbat hamda opamning ushinisi bajo. Mening hamda dadam yo'q, hamda dadam tuyib ketgan, opamni bajo. Endi mushu dadamning o'rnida hamda men hammadan bek kuyindig'ini mening jinim solib. Ko'nglingiz yerim bo'lib qoldi-ya. Tag'laringizningki muhabbatiga erishib cho'ng bo'libsiz-da. Hammadan bek hurmatlaydiganim eng kichik tag'am. Bugun Zulximarning yana bir suyimlik tarafini ko'ryapmiz. Eng hurmatlaydiganim men shu qarindoshlardagi muhabbat hamma bu dunyoda eng go'zal ekan. Hamda odam inson bo'lgandan keyin bu dunyoda muhabbatlashib qoldik ekanmiz, zarba yeb qoldik ekanmiz, lekin shu qarindoshlik muhabbati hammadan bek ulug' ekan deb qoldim mencha. Tag'amning hamda bizi kuyengandagi vaqti, har kunda menga telefon qilib turdig'ini, menda ansirab turadigan vaqtlari balkim dadam bo'lgan bo'lsa-mu, menga shunda kuyindigan bo'lg'aydi deb o'zimdan bir xil faxrlanib, o'zimdan bir xil havasim kelib, men yana shunda baxtli ekanman. O'zimning mush yolg'izligimga uning uyda men bir tallam qiz bo'lgan ekan, bir talli bola. Yalnız ben baxtli ekanman. Mushlar uchun bo'lsin bir tirishaychi degan bir xil ideya keldi menga. Mushlar uchun bo'lsin bir yaxshi yashaychi degan bir ideya keldi. Shu mush ekran oldida o'zim eng yaxshi ko'radigan taomga rahmat aytib olsam. Ko'nglingiz yerim qilmang singlim. Da'vatsizg'on shundan baxt his qilma deb. Hammadan bek his qilganim shu oilamdagi baxt. Hammadan bek his qilman. Rahmat. Sizcha singlim kimning muhabbatiga eng havas qilasiz? Mening bir odam batdi, endi yaqin tuqqan emas. Endi u Gavjongni boshlab aralashibdi ekan muhabbati bilan. Gavjongdan boshlab andan Dashuga chiqish aralashibdi ekan. 6 yil aralashib, andan 7 yil to'y qildi. Aşkısımı urushib qalsimi, bir-biriga chandırmay, boshqalarga demay. Shunda bek havas qildim. Hozir ular yaxshi o'tyaptimi? Ikki bal so'p bo'ldi. To'y qilib. Demak, ularning inoq turmush holatiga qarab, bir-biriga sadoqatmanlikka qarab, menmi kelgusida shunday turmush qursam deb o'ylaysizda, ha? Men mush akam bilan yengemning muhabbatiga bek havas qilaman. Bular to'y qilgani 10 yil bo'ldi. Boshqa yurtdan. U yengem bizning yurtda xizmat qildi. Akamning xizmati yo'q, muqim kirimi yo'q holatda. Ash holatda ikkisi bir to'y tunishib qoldi-ki, u akamni endi o'qishib turgan vaqti u. Shu qatti bu qizni bilan to'y qilsam bo'lmaydi.
biz teppagan bilan to'y qilsa degan bizning uydagilar lekin akam qat'iy uydan ayrilib boshqa ketdi boshqa yerda ishildi uydagilarni ash gapdan o'zini qochirib lekin oxir to'y qildi ikkisi hozir ular baxtlikmi bir o'g'li bor o'g'lim shunchalik aqlli hozir akangiz xizmat qilamdi u yangam o'qituvchi emasmi ash o'zi o'qitib dars o'tib imtihondan o'tkazdi kimni akamni ash to'y qilib bo'pchu to'y qilib bo'lgandan keyin xizmati yo'qdi qo'llab qayta darslarni ashta o'zichu uyda darslarni takrorlab ashta qilib andan keyin akam hozir ma'mur bo'ldi ikkisi pek baxtli 10 yil bo'ldi to'y qilg'ili lekin tungun muhabbatlashgandek ashta men deyman sendek o'g'il bola chiqmiz to'y qilmayman deb ashta deyman akamga ukam bilan ikkimizning bek birimizni bek amroq kichikimizdan bek yaxshi ukam doim mening gapimni bek anglaydi opam dadamning gapidan mening gapimni bek anglaydi ham shu bek kuyundi menga siz hozir masalan siz havas qildigan muhabbat sizga bek ta'sir qilgan bir ayol desam ularni o'ylamasdan utul iningizni o'ylabsizda o'yladim bo'pti singlim qani Gülyor hamma chiroq o'chib ketdi-ku. Endi o'yildimchi. Hisobda menda nurg'un kamchiliklar bor. Hozirmi bilib yetdim. Endi hisobda hozirgi ideyalarim sal keyinroq qolibdi. Hozir qizlarning ideyasini o'qimay qolibdi ben. Bu mendik savallik endi. Qizlarning chiroq o'chirishimi endi mush sababdan deyman endi. Men afsuslanmadim lekin mening maqsad kelishimdimi endi o'zim bir baholab endi kelishga maqsadchi endi. En ahırda hem de bu kızlarla hem de bana bakan göz karşımı anlayıp baksam ki de böyle. Kim de baksın sizge göz karşını? Kine şu birinci mahir. Sizin hazırki vaktinizde siz muhabbetleşmediniz emasmi? Şu an bize hem de pek mi aldırıp ketmey hem de alimalım sizin aldırıp otudu lekin pek mi aldırıp ketmey amal bo'lsa qizlarni tushungash biz ko'proq fikr almashtirib turgan qizlar bilan hozir unidarmi bor qulaylik bo'lib ketdi-ku hozir ham to'rlarda muhabbatlashadigan ishlarmi bo'ldi bo'lsa işte fikr almashtirib o'zingizning qanday ideyasini muhabbat jihati bo'lgan ashuna nimalarni taraqqiy qildirib nima qilsangiz bo'ldi lekin o'zingiz amaliyotda xil qarasam mas'uliyatchan cho'nglarni gapini anglaydigan işte ko'rdim ham sizni biza tirishchan ko'rdim shu davomli tirishchan bundan keyingi hayotingizga utuqlarni tilayman qo'zam xato bo'ldimi alimali to'g'rilatammi xato bo'latammi hozir qadar xatoga qilmatsiz rahmat ma'lum rahmat xo'sh Dilyar sizni uzdishalda turyapmiz ukam siz tunji qitim tashlanib ketishdan sipab o'tdingiz hozir his qildingizmi ishtaroq his qildim Sipab o'tdingiz, naq o'ziga tekkanmidingiz. Qizlar sizni tashlab etmadi, lekin tashlab etishning ta'mini azroq tetitish uchun dastlabki qadamni besishingizga yordam qildi. To'g'ri. Hamma qiz siz uchun chiroqni o'chirib etdi. Demak, siz texim tirishimsiz bo'lmaydi ekan. To'g'ri. Pul tepishni tirishning nishoni emas-chimi, ukam? Puldi. Har kishi pulni topman deb tirishsa layoqatli er bo'ldi deganlik emas. Tushuning. Ma'qul. Puli yo'qmi, nurg'un layoqatli erlar bor. Oxirida quruq qo'l tushib ketmang, sizga Şinjan Şifir biyotexnologiyasi ta'minlagan shifir energiya to'liqlash yurishligini sovg'a qilamiz. Rahmat. Energiyangizni to'liqlab, bundan keyingi hayotingiz uchun har tarafdan tirishing, pul tepish uchun emas, har tarafdan. Ma'qul. Rahmat eda, ma'qul. Buldum sen. Xo'sh edim. Xo'sh, buldi. Yaxshimisizlar do'stlar? Men hozir sahnadan tushdim. Elchi sahnasidan men qizlar bilan paranlashish tufaylidan hisobda o'zimning hozirgi ideyasini sal keyinda qog'ozga yozib qoldim. Hamda Ali Ma'lumning hamda manqan tarbiya hisobda yo'llari to'g'ri ko'rsatgan yo'llari orqali hamma keyin qizlar bilan qanday qilganda uchrash qilib qanday qilib mazmunni texmi ko'p qilib paranlashib bo'lish to'g'risida bilib oldim. Rahmat. Xo'sh, qizlar Acaba tez o'chirib etdinglar, yuzimni bermaydigan bo'lib ketdinglar hozir. Birinchi bosqich deb taras turus o'chirib etadigan bo'ldinglar, bo'pti endi. U sizlarning ixtiyorliginglar. Qani, biz naqsh anglaylik-a. Marhamat.
Qizlar, ikkinchi bo'lib sizlarning hurmatinglar uchun bu sahnamizga kim kelgandi? Ekran qaranglar. Qani qizlar, ikkinchi bo'lib sizlarning hurmatinglar uchun bu sahnamizga kim kelgandi? Ekran qaranglar. 电视机前的观众朋友们，你们好，各位导师们好，美女们好，我叫王有林，三横一竖的王，朋友的有，森林的林，今年30岁，来自呢新疆阿克苏，现在呢是在一个财务公司工作，是做的会计的工作。来到名人秀节目呢，就是想找一个属于我自己眼缘的人，看今天能不能有幸和女嘉宾手牵手一起走下去。有请我们的男嘉宾，qani qizlar qarşılaylik。您好，欢迎您参加我们的美人秀节目。各位老师、主持人、女嘉宾们，大家下午好。你好，来。首先介绍一下自己好吗？我姓王。大家叫我小王就可以了。小王。名字可能记不住。我姓王。人就在。全名是王有林，朋友的有，森林的林。从事金融工作。人就在乌鲁木齐。工作忙吗？还可以吧，工作不是特别忙。这个就跟做生意一样，有淡季还有旺季。您对未来的伴侣有什么要求吗？未来的伴侣的话，首先我不知道其他人是一个什么样的一个，他们这种感觉，我的感觉就是肯定是个三观肯定还是要一致。可能在我们父辈那个年代，对于他们来说，可能经济条件各方面不允许。但是对于我来说，我可能就是觉得，虽然现在我们这一代年轻人来讲，可能各方面就是都比较独立，所以我觉得可能就是他这个，比如说眼缘呀，各个方面是比较重要的。我觉得就是，比如说对吧？我定的这个目标或者是他的要求再死，那假如说我碰到感觉他比较合适、对眼缘了以后，我觉得这些都不是事情，对吧？好的，你跟我们的女嘉宾有什么问题吗？你好，女嘉宾。是这样的，我刚才就是在这个幕后看到你，我觉得你的性格比较活泼。我想问一下，你是从事哪方面工作？我是菠萝的，还是化妆师。是做化妆的这一块的是吧？化妆师是吧？化妆师。化妆师啊。你平时喜欢活泼可爱一点的是吧？还是稳重一点的？这个，我觉得他的话可能相对于来说，
就是比较活泼，就是可能人可能就是比较有自信。哦。因为这是在幕后我是偶然发现的，并不是刻意去发现的。你有没有什么问题问我？你是哪里的？你是还是在乌鲁木齐上班吗？还是？我人在乌鲁木齐上班呢。你现在多大了？而立之年30。30了是吧？还睡的呢。挺睡着的啊。你什么工作？金融工作，会计。会计。好吧。小王，平时你有什么爱好吗？我的爱好比较广泛。你比如说学习吧。学习我专业以外的知识。还有呢？比如说这个理财。摄影。下棋。音乐。这些方面。就是挺广泛的。对。你好，你就是那个下班时候平时喜欢什么？就是平常下班以后的业余时间是吧？对。工作以外。工作以外的业余时间是吧？对。那么工作以外的业余时间，比如说周六周日，肯定是先睡个懒觉，然后其次呢就是比如说去植物园或者是其他地方转一圈。比如说周一到周五，我下了班以后，我一般都是在学习我的专业知识，考职称是这一方面。你就那个转的时候就自己一个人转还是有人陪你呢？你说学习这块吗？没有，出去转是吧？一般是我自己。我自己。没有朋友？朋友他们各有各的事，一般是找同事或者是比如说。这都不无聊吗？一般有时候我有时候需要一个人静一静。因为我的工作环境可能就说，比较嘈杂，就周末晚要静一静。然后你刚刚说你特别喜欢看书，是不是？那就你看的书是哪个方面的？看的是我专业方面的书。就是那个会计书。会计的啊。对。那就你喜欢就是只有喜欢活泼开朗的，还是还有没有其他女孩？其他的要看演员这个。语言呢，它只能是概括是一种方面，对吧？那比如说这个演员各方面，这个用语言不太好形容它这个。然后年龄呢？我的不是你的年龄，我说的意思对方的。对方的年龄是吧？我觉得可能95后或00后要好一点吧。好的，那好吧。您以前谈过几次恋？我以前谈过2次。2次，为什么分手了？第一个是因为年龄相差悬殊比较大。你大还是他大？他大。他大。比你大几岁？比我大10多岁吧。真的？真的。第二个是因为这个，他以前有过一段婚史。婚史。然后加上有小孩很多方面的因素所导致的。女人其中有没有你特别害怕的类型？女人里面没有特别害怕的类型。小时候有，现在没有了。小时候是谁？你最害怕遇到什么样的女人？妈妈还是老师？我妈吧。我妈妈。对。现在没有。现在没有了，现在长大了嘛。你母亲是什么样的女人？平时？我母亲说起我母亲得感谢我爷爷，因为是我爷爷看上了我母亲，所以我爸和我妈是结婚了。我妈她以前是在单位上上班，就是我妈她是除了脾气不好以外，就其他的你比如说操家理事各方面，这点我就是从内心来说，我还是这点我还是挺敬佩她的。现在母亲在吗？不在乌鲁木齐，在阿克苏。在阿克苏。你跟她的关系好吗？挺好的。挺好的。你们每天联系还是？2、3天联系一次。2、3天。好。你好，女嘉宾。就是如果你们结婚以后，那个生孩子完了以后，你那个孩子是你们家人看还是对方家人看？这个我觉得应该是这个可以大家就是坐下来进行协商。这个因为你说这个小孩嘛，毕竟是爱情的结晶，对吧？它是由种子和庄稼共同。他才有的，不是说是某一方他就有了。那么这个情况呢，我觉得大家可以协商，这个毕竟协商嘛，是吧？协商。但是一般的是从这个中国的传统这个来说，一般是男方在，是吧？对。一般是这样子，我觉得可以协商嘛。如果你有了孩子以后，你母亲
愿意带吗？这个问题我没有问过他，因为这个如果是这个问题的话，我自己带。你母亲还没催你吗？快结婚吗，小王？已经30了，快结婚吗？催了吗？但是我是这样跟他说的啊，我说这个该来的他自然会来，你这个我也不可能就是去找个人去凑数，因为这个毕竟婚后这么多年的生活来说，还是要对自己负责任一点好。男嘉宾你好，你的家乡在哪？新疆阿克苏。新疆阿克苏，对，那你算是个新疆人了。对，那你家人他们不反对吗？反对我来乌鲁木齐还是反对什么？不是，你家人不反对你找一个少数民族吗？这个问题我没有和他沟通过。因为毕竟我们是风俗习惯不同嘛。这个问题是吧？我觉得最主要的还是2个人，因为这个婚后的日子是我们两个人过。当然了，这个就是就说是这种情况的话，我觉得还是要父母看他们的意思也很重要。最主要还是2个人，我觉得。那你都差不多30岁了，你着不着急啊？如果要是你找了一个女朋友，你跟她，你说，我还没有说完呢。你说，你跟她接触一段时间之后，你不是要考虑结婚吗？你接触多长时间才能？我觉得半年到1年之间，这个时间应该是差不多了。你都已经30多岁了哎，你都半年到1年。半年到1年吧。你之前谈恋爱了2次，你为什么找了比自己大的，还有婚姻？这个一言难尽，一句两句实在说不清楚，原因比较复杂。原因比较挺复杂的。就觉得我有一点想不通。你有点想不通是吧？对对对。这样你看啊，这个我给你解释一下，这个就比如说每个人他这个选择呀不一样，但是他有时候比如说他碰到的那个时间点或咋，他只有那个选择的话，你也没有办法。是不是思想有一点老了，所以就你找了个？不是我思想就说是比较固化或者是怎么样，那有时候他自然而然他就来了，也就可能造成了这样一种2段恋情吧。你上台之前，你跟你朋友或者是你家人、你自己亲戚什么的，你有没有跟他们说过，你上这个台，你要找一个少数民族呢？没有说过。没说过。那你自己怎么想的？随缘。想通了，所以上了吗？那好吧。小王，您喜欢你未来的伴侣长相是什么样子的？这个颜值也不要太低颜值也不能太高为啥呢？因为这个人啊，他这个终有就是不管是90后对吧，他总有老去的那一天太高吧，他年轻时候你觉得他需要，他老了你心里会有落差太低吧，这个毕竟考虑到这个还有下一代你不能让这个下一代这个再输在起跑线上，是吧？差不多就可以了。女嘉宾肯定kızlar有什么问题吗？你的收入多少1个月？我的收入吗？这个我们这工作是这样的，根据你的这个就说是工作年限不同，职称不同，它的这个年薪也不一样。像我们一般的话来说，可能是5000左右，但是比如说你往就是说越往上，就说是5位数也有，6位数也有你像我这个阶段，就是在会计领域方面还是算是相对来说比较年轻。你工作例外那个收入里外还有没有别的钱？只有工作收入是不是？对，目前是这样。婚房已经准备好了吗？婚房婚房的话，在阿克苏不在这儿，因为我现在你工作在乌鲁木齐吗？工作在乌鲁木齐就是因为那时候买房子买的早，在这个阿克苏买的。阿克苏买的因为现在买到这儿。因为这个现在八字你撇都还没有，你买在哪了？比如说双方的工作是不是？你说买了以后，假如说一个在东头，一个在西头，得两头来回跑，那这样的话，我觉得就是，比如说等2个人感情慢慢稳定，到谈婚嫁那一步再商量，比如说2个人的这个工作地点，双方老人各个方面，你再考虑，我觉得这样比较稳妥一点，是吧？平时女孩们。对你的看法是什么样子的？你知道吗？哎呀，我因为是这样的，做会计都是女的多，男的少。他们对我的看法，我也说不上。我很少跟他们聊这个。很少聊。那就比如说您以前谈恋过2次吗？说的。那2次算是比较
时间比较长。以前你的女朋友最不满意哪个方面？这个好像还倒没有，因为就是这两段感情我相处下来啊，我就是你说舌头和牙齿也打架呢是吧？我们就是也有拌嘴，一般都是我让他们两个。哦。啊，慢慢可能磨合慢慢也就好了。喜欢民族舞吗？民族舞是我们这个新疆的特色嘛？对，还可以。喜欢吗？喜欢啊，但是你不会跳？我不会跳，不会跳。那就你现在不会的话，就我学一下可以吗？好，可以吗？可以。那好吧。Uyanchi bulgan balla besliman Aşkanın koçası da yarey Uyanchi bulgan balla beslim joram Uyanchi bulgan balla besliman Bir babaya derdi defnim joram Tutachi bulgan balla besliman Bir babaya derdi defnim joram Tutachi bulgan balla besliman Endi biz çırak ötürüş basıcı kırmızı şavan。现在我们的姑娘们，她们自己选择灭灯还是保留这个灯，好吧？好。都灭了。没有关系。没有关系吗？没有关系。没事吗？没有关系啊。我的内心很强大。看得出来。因为人生嘛，他总要经历一点，只有经历了。不同的这种情感状态，人呢内心才会更强大，在处理这个情感方面呢，他才能心智呢才能更稳定，更镇定一些。您对少数民族姑娘理解的多少？理解多少的话来说呢，其实是这样的啊。我在上大学的时候呢，有一个少数民族的，算是闺蜜吧。我们俩就说是聊天各方面感觉还可以。她也是阿克苏的吗？阿拉尔，我大学在阿拉尔上的。还可以。这个没有关系，灭灯嘛，这个是每个人的选择不一样，你也不能去强求人家。很可惜。没有关系。好，谢谢。您下台之前，我们送给你一个礼物。好。Biz bugungi programmamizga qatnashgan Shavang sahnamizdan tushishdan ilgari Xinjiang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan shifr energiya yurishligini sovg'at qilamiz. Qani. 好，谢谢你啊。谢谢小王参加我们的节目。好，也谢谢节目组邀请我来参加。下次又来参加，我们欢迎。好。Shavangga tushib ketishdan burun albatta qizlar bor vaqtda men Fatiguldamdan bir qonunga oid savol so'ray. Fatigullada ayol ajrashib ketib 3 yil bo'lganda tuyuqsiz o'lib ketibdi. Shuning bilan ayol bu erdan qilib qolgan mirosga varislik qilsam bo'lamdi deb so'rabdi. Qonun jihatdan bo'lamdi. Ayol ajrashib ketgandan keyin ularning bir-biriga bo'lgan huquq va majburiyati oxirlashadi. Ular o'tirsida hech qanday qonunlik al-xotinlik munosabat yo'q. Shunga ajrashib ketgan yo'ldoshining mirosiga varis qilish huquqi bo'lmaydi. Rahmat. 谢谢小王。好。好，再见。再见。这个我呢是来自新疆阿克苏，现在人呢在乌鲁木齐工作，我姓王啊。然后呢，这次选秀节目被用网络游戏的词语来说，应该是叫团灭吧。我觉得这个没有什么可惜或怎么样，我觉得这很正常。我呢也是第一次参加这种节目，就是可能各方面多少还是有点瑕疵，比如说这个是在礼仪可能各方面也没有进行收拾啊，很多因素吧。我觉得这呢是一种人生的经历，多经历，多参加这种活动也好，可以提高这个人的很多方面。那这个 VCR 呢，我也留作个纪念吧。比如说5年以后再看我现在自己，或者10年以后再看我现在自己，当时那种状态，当时那种感觉啊，然后10年以后或5年以后再看有什么区别吧？我觉得应该区别不是很大。被团灭呢，既然这已经是一个，这呢既然就说是已经形成这种事实，没有办法去改变，那也只能认。被团灭也可能也有很多种原因吧。
我觉得这种原因就是综合性各方面都比较复杂，用语言呢也不太好这个进行阐述。那就先到这吧。Programmamiz bir qancha sonda har millat do'stlarining qatnashishi bilan texnik rangdorlikqa erishdi. Şinjan Uyghur Avtonom rayonimizda har millat qarindoshlar to'plashib o'ltiraqlashimiz. Albatta, muhabbatning chek-chegarasi bo'lmaydi. Bugun Shavang o'zini sinash uchun sahnamizga chiqibdi. Shavang'im rahmat aytamiz, afsus quruq qo'l yandi. Lekin qizlar bilan yigitlar o'rtasidagi o'rtaq tushuncha mana shunday paranglish jarayonida paydo bo'ldi. Biz yana arzu istak bilan sahnaga chiqadigan do'stlarimizni davomli qarshi olamiz. Chunki elchi yoshlarimizning muhabbatini dadillik bilan ifodalaydigan maydon. Qizlar quruq qo'l qaytmanglar sizlarga Şinjan Bergnas xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan mukofotlar bilan Şinjan Tilsimat Qrim buyumlar savdo cheklik shirkati ta'minlagan xushpurak atirni sovuq qilay qani qabul qilinglar. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning bugungi soni vaqt munosabati bilan mishada oxirlashay dedi. Programmamizning tajdidorligini o'zgacha tamtid tutqulari bilan xaridorlarning izchil olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Cho'ng'iston yemaklik ishlab chiqarish shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Tasil xalqaro savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan. Esonlarda bo'lsin, har hafta sizlarga xushallik ato qilish uchun yoshlarimizning ko'z qarash, hayot, turmushga bo'lgan intilishlarini ifodalaydigan elchi programmasi sizlar bilan yuz ko'rishdi. Kelar hafta ko'rishaylik. Xayr xo'sh.